Ana endi menimcha yonsa kerak. Tok ketmayotgandi. Stop. Kim bo'ldi bu? Ha, janob merga aytib beraman endi. Ha, xotiningga aytib beradi. Tushunmadim. Uy, endi xotinimga aytib bersa dabdalaga qayerdan ham qaradim shu qizga. Janob mer. Ha, nima deysan? Jo'xabda qizga qaradi. Haydavoring qishloqdan. Nima qilib qarasa? Haydavoring. Bo'ldi. Bitta gap, shu boshqa gap yo'q. Davay, mayli, haydasang hayda, o'zing bilasan. Mayli, men ketdim, haydavoraman Jo'xani. O'zing bilasan, mayli. Jo'xaga yomon bo'libdi-da. Shu qaramasa bo'lardi-ku. Nima gap qishloqqa? Hech gap yo'q, ortingga bir qara ortingga. Mana qaradim. Yur tez ortimdan merni oldiga. Nima uchun boray? Bekorchilikdan yur dedim. Bo'ldi, yur degandan keyin yur. Ha, hozir kelaman qishloqqa. Demak, bir gap bor. Bekorga bu kelishi mumkin emasdi. O'shaning uchun bir aniqlashtirayinchi qani. Nima gap bo'lar ekan? Janob mer, mana jakni olib keldim. O'zlari xalqinglar. Janob mer, nima bo'lyapti? Jo'xabda qizga qaragan ekan. Qaysi qizga? Bilmayman, bitta qizga qaragan ekan. Mana shu qishloqqa qaradi, unday bo'ldi deyapti. Nima qilish kerak endi? Jo'xani haydab yuborish kerak ekan. Jo'xani o'zi qayerga? Qayerga bo'ladi? Uyda-da. Jo'xani o'zini aytib kel. Hozir men telefon qilyapman. Telefon qil. Ishlamadi telefon nimagadir. Unda borib o'zini aytib kelgan. Xullas, sherda bo'lish kerak. Sherga olib kelgan bo'ldi. Mayli, hozir mana borib olib kelaman. Boshqa gap yo'q, lekin keyin menga poziklashtirib bersammi? Yo'q, jim turing, mana hozir telefon qilyapman. Alo, Jo'xa. Qayergasan, Jo'xa? Uydaman. Mana oldinga boryapman. Hech joyga ketmay tur. Ketmayman, mayli, kelur. Mayli, mana boryapman, yo'ldaman. Bo'ldi, mana uyingga bo'lib tur demoqchi edim. Telefonni o'chirib qo'ydi. Mayli, boraversam ham bo'laveradi. Baribir qayerga ketardi? Uydan boshqa joyga ketmasa kerak. Har doim o'zi uyda turadi-ku. O'zi kun issiq bo'lganga hech kim ko'chaga chiqa olmayapti. O'shaning uchun uyda bo'lsa kerak. Soyabon ostida kompyuter. Demak, sherda bo'lgan. Tak, tezroq chiq endi, Jo'xa. Mana chiqdim. Nima gap, Jak? Merni oldiga olib borishim kerak ekan seni. Nima problem bo'lyapti? Nima chaqiribdi? Bilmadim, bitta qizga qaraganing uchun jitel shikoyat qilgan ekan. Voy, Krisa, shuni aytib beribdi, u qarashim endi yo'ldan o'tib ketayotganda ko'zim tushib qoldi. O'shaning uchun qaradim, men ataylab qaraganim yo'q. Bilmadim, shikoyat qilgan ekan, qarabdi deb. Ish qilib xotinimga aytib bermasa bo'ldi-ki, xotinim meni o'ldiradi. Mana janob merni oldiga keldik, tak. Bu qayoqdan kelib o'tib ketdi? Janob mer, qalaysiz? Assalomu alaykum, tinchmisiz? Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, Jo'xa? Nima deb chaqirtiribsiz? Bitta qizga qaragan ekansan, shikoyat qilgan ekan. Buguncha tog'ga dam olib turmaysanmi, u ketguncha? U Krisa ketar ekanmi? Bugun ketar ekan, shu buguncha dam olib tursang. Mayli, unda hozir ketdim, borib tog'da dam olaman. O'rmondan farqi yo'q, uzoqroqda dam olib kelaman. Bo'p, sog' bo'lasizmi? Xo'p, mayli, hozir aytaman narsalarni. Janob mer, men ketdim, narsalarni olib borib yetib berib kelay. Tezlashganda tezroq, menga poziklashtirib berishing kerak. Har doimgidek o'zi ishdan boshim ortmay qolgan o'zi. Mayli, birinchi tezroq aytib berib kelayin. Keyin agar vaqtim bo'lsa, agar qilib berishim mumkin. Aytgancha u nimalarni olib borishimni aytgandi. Aytgancha soyabon, yana kechga qo'yiladigan chodir, shunaqa narsalar. Janob, chodir, soyabon shunaqa narsalarni olib keltirganmisiz? Ikkinchisini och, ikkinchi sandiqni. Mayli, hozir ochaman ikkinchi sandiqni. O'sha yerda turibdi, tezroq olib ketgin. Mayli. Nima uchun shoshilyapsiz? Nima uchun? Tovarlar kelish kerak, aralashib ketadi. Tushunarli. Hozir men olyapman. Keyinroq olib ketaman, qarochi. Tak, eshikni yopib, birinchi Jo'xani uyda hamma narsalarni yig'ishtirib olib kelsam, borguncha o'zi anchagina og'riq tushadi. Shuning uchun birinchi bo'lib shu yerdan narsalarni olib yig'ishtirib qo'yib ketayin. Tak, ichkari qo'yishim kerak bularni. Yig'ishtirib oldim, endi ichkariga qo'yib, sirazi keyin borib shexdan olib kelsam ham bo'laveradi. Agar bu yoqqa olib kelsamni, anchagina og'riq bo'ladi. Shuning uchun tak, sherga qo'yib qo'ysam, soyabonni qayerga qo'yaman? Shu uchta ham o'ylantiradigan narsada soyabonni qayerga qo'yaman? Mana shu yerga qo'yib qo'ysam ham bo'laveradi. Shu xonada tak, bo'ldi. Endi qolgan narsalar qo'ydim. Endi borib Jo'xan narsalarini aytib bersam bo'ldi.
Agar tovarlar kelmagan bo'lsa juda ham yaxshi bo'lardi. Chunki deganda agar tovarlar kelgan bo'lsa juda ham yomon. Aralashib ketadi va keyin 1-2 soat kutishga to'g'ri keladi. Joyiga hozir zarurligi uchun tezlashtirishim kerak. Kelmagan bo'lsa yaxshi. Janob, tovarlar kelmadimi? Ha, olib ketar tezroq. Mayli, mayli. Hozir kelib qoladi. Ha, yordam kerak emasmi? Ha, kerak edi. Yo'q, o'zimda ham vaqt yo'q-da. Ha, unda istifoza qilyapsanmi odam ustidan? Yo'q, uzr so'raganim uchun bo'ldi. Men hozir narsalarni olib ketaman. Ha, tezlashda endi. Bo'ldi mana tak. Shu 3 ta narsami? Ha, 3 ta narsa. Mer janoblar shuni aytgandi. Ha, mayli bo'ldi unda. Mayli, rahmat. Ha, bo'ldi, kep tur. Ha, har doim shunaqa deysiz. Ha, demaymi? Ha, demang-da. Ha, mayli, demayman. Ana endi jo'xan topish kerak. Jo'xa, qayergasan? Mana janob merni uyini orqasidagi o'rmon bor, o'sha o'rmonda yashayapti hozir. Yo'ldaman borib qoldim. Ha, bo'ldi, mana boryapman. O'ziga yaxshigina joy topibdi, lekin juda ham ajoyib. Bir kun dam oladigan bo'ldi. Shu issiqqa mana shunaqa dam olib turish kerak, lekin juda ham ajoyib mazza qilib dam oladigan bo'ldi lekin. Mana jo'xa olib keldim hamma narsalarni. Berchi qani, nima olib kelding? Bitta chodar, yana keyin bitta olov, yana bo'ldi mana shu hamma narsalar. Ha, bo'pti, rahmat. Ammo seni ovozing yomon pasayib ketyapti kundan kunga. Xotining qo'rqityapti desam, xotining ham yo'q. Seni chota kimdir qo'rqityapti shekilli, ha? Ha, deydi yana. Bo'pti, yo'qale. Mayli, ketdim. Yomon yo'qmay ketyapsan. Sur bo'ldi, men o'zim yashayman. Yolg'iz yashashni yaxshi ko'raman. Bo'pti. Janob merga salom ayt. Ertagacha. Ha, bo'ldi, xo'p, men ketdim. Короче, tezroq borib, endi janob merda ishlarini qilib qo'ysam, agar janob merda ishi bo'lmasa, agar uxlayman. Tu. Senga 2 ta don olib kelgandim. Yana bitta bor, yana bitta. Ye dedim. Yemaysanmi? Bitta urib qo'yaman. Men endi ye. Ha, bo'ldi, yaxshi. Ajoyib, don ham samarali ishlatildi. Endi bu tovuq tuxumlasa, qishloqqa juda ham boyib ketish ham mumkin. Tak, janob mer, men keldim. Berib keldingmi? Ha, berib kelmay nima qilardim? Ha, yaxshi qilibsan, berib kelgan bo'lsak edi, pozikalarni yig'ishtirib berasanmi? Mayli, hozir vaqtim bor edi, o'zi shu uchun kelgandim. Tezlashda bo'lmasa, tezroq yig'ishtirib bersak, tezroq dam olardik, ya'ni ko'proq dam olardik. Mayli, unda hozir yig'ishtirib beraman. Ha, bo'ldi, yaxshi. Bor tez bo'l endi, kuningdashib o'tirmasdan. Mayli, mana eshikni yopib qo'yaman, ajoyib. Agar shu yerda poziklari bo'lsa, ajoyib bo'lardi, lekin bextiga yig'ishtirmayman. Narigi yon tarafdagisini yig'ishtirib beraman. Tak, hech kim yo'qmi? Hech kim yo'q. Ajoyib. Xo'sh, yetel. Uzoqqa qochib tur. Nima deysan? Qochib tur degandan keyin qochib tur. Aytgancha nima bo'ldi keyin, shundan keyin? Hech narsa bo'lgan yo'q. Keyin Jo'xa nima bo'ldi keyin? Jo'xa bir kun dam olishga chiqdi tog' bag'rida. Yaxshi, lekin zo'r o'ylab topibdi, lekin ana chet elni boriga shukur degan. Nimaga unaqa dey? Bir kun dam olishga chiqaribdi-da. Bir o'zing yolg'iz qolmaysan, men bilan guruhlashib o'tirasan. Ha, shunaqa. Bir kun endi shunaqa chidayman endi. Yaxshi, kechasi bilan uxlaydim endi. Ha, uxlaydi. Jak, tezroq oldimga kelib ket. Mana hozir boryapman, janob mer. Hozir kelaman, chetel. Hozir keyin gaplashamiz. Tezlashganda tezroq kelgan. Ko'nglim zo'r ketayotgandi. Ha, shunaqa. Endi tezroq borib kelsam, keyin qolgan guringlar davom etadi. Boshqa masalaga o'tib ketishimiz mumkin. Janob mer nima uchun chaqirgan ekan? Keldim mana tak, eshik yopilmayapti. Nima degandingiz? Jo'xani haydab yuboring degandimmi? Hoy, yaramas. Hoy, la'nati. Bor yo'qol qishloqdan. Ana shunaqa deyishingiz kerak edi. Men yo'qolaymi? Yo'qol, bor uzoqqa yo'qol. Ha, bo'ldi, men ketdim. Boshqa qishloqqa ko'chib ketaman. Jo'xani haydab yuboring degandim. Nimaga haydab yubormadingiz? U mening ishim, bir kun dam oladigan bo'ldi. Qo'lingizdan kelganini qiling. Boshqa ishlarni boshqa kishiga buyuravering. Jak bor-ku. Ha, mayli, qo'lingizdan kelganini qiling dedim-ku. Ketib bor endi boshqa joylarga, boshqa qishloqqa ketgan endi. Ketdim. Janob mer ketaverdi endi. Yaxshi qilibdi, o'zi shunday qutulganimiz ham yaxshi bo'libdi. Poziklni yig'ishtirdingmi? Yo'q, yig'ishtirganim yo'q, esimdan chiqibdi menimcha. Bor tezda yig'ishtirganda. Mana boryapman, tezroq yig'ishtirib kelishga harakat qilaman. Tak, eshikni yopib qo'yaman. Mana shu yerni o'zi poziklni yig'ishtirishim kerak demamda, telefon tushib ketdi. Oldinga qo'yib olaychi, oldingi inventarga. Nimamda bo'lyapti? Birinchi inventarga qo'ydim. Tak.
janob mer bu ish qurollarni qayerdan olay? Uyda olib kelgan. Uyimga yo'q, lekin uyimda yo'q edi. Ha, kel, qo'ling bilan yig'ishtirgin, qo'ling bilan. Ha, mayli, qo'lim bilan yig'ishtirsam, qo'lim bilan yig'ishtiraverman, menga farqi yo'q. Shundan boshladim, ajoyib yig'ishtirilyapti, lekin polis ko'pmi deyman bu martangiga qaraganda, avvallari ko'p tushmasdi. Kun issiq bo'lganga shunaqa ko'p bo'ldimi ekan? Menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Buni ham ekib qo'yaman, ajoyib. Qancha ko'p yig'ishtirsa shuncha professional bo'lib ketar ekan. Men o'zi anchagina professional bo'lib ketdim. Egib, yig'ish, shunaqa ishlar bilan o'zi anchagina o'rganib qoldim. Qo'llarim o'rganib qoldi. Ko'rib turgan bo'lsalar videolarda egildi va ajoyib. Shu yerda ikkita sabzi qolib ketgan ekan. O'shalarni olib qo'yayin. Bo'ldi. O'zi 3 qator ekan-ku, shunga shuncha vaqtim ekan. Bo'ldi, yig'ishtirib bo'ldim-ku, anchagina vaqtim ham ketgan yo'q, unchalik ko'p ketgan yo'q. Uni ketdi-da, salgina bo'lsa ham ajoyib bo'ldi. Endi janob merga yetkazsam bo'ldi. Janob mer hammasini yig'ishtirib keldim. Ha, yaxshi qilibsan, tezroq endi qo'ygan. Ikkinchi sandiqqa, uchinchi sandiqqa. Bo'ldi, ikkinchisiga qo'yibman. Qo'yib keyin Jo'xa bilan gaplashdingmi? Yo'q, gaplashganim yo'q. Bir kun dam olsang, nima endi bir kun charchagan o'zi anchagina. Mayli, yaxshi, bir kun dam oladigan bo'ldi-yu, o'zim ham dam olaman, chunki deganda o'zi jiddiy bola aytgancha guringlashishga. Agar yana guringlashib o'tiradigan bo'lsam, janob mer yana ish berishing uchun yangi qurgan uyimda ichida salgina dam olib olay. Juda ham ajoyib qurib oldim, lekin kattagina, shinamgina bo'ldi. Mana shunaqa obzorlar qilib o'tib ketaman. Ajoyib, bu yerda shunaqa narsalar bor. Eshikni ochib kirganda mana bunaqa narsalar bor va ajoyib xonalar qilindi. Endi salgina kompyuterga ishlab, keyin uxlab boraman. Ha, mayli, endi salgina ishlanchi. Jo'xan janob mer haydolmadi. Ha, haydamaydi. Endi eng yaqin tanishlardan biri bo'lgandan keyin. Короче, xayr.